Pensionerlar, tayyorlaning. Bugungi ma'lumot juda muhim. Chunki 1 avgustdan keyin pensiya, nafaqa va ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha yangi summalar qanday hisoblanishi, kim qancha olishi, kimning pulida o'zgarish bo'lishi va kimda o'zgarish bo'lmasligi masalasi ko'pchilikni o'ylantiryapti. Men bu mavzuni oddiy tilda chalkashtirmasdan, lekin batafsil tushuntirib beraman. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam bankomatga borib, kartasiga pul kam tushdi deb xavotir oladi yoki aksincha o'ziga tegishli qo'shimcha pulni talab qilmay yuradi. Hozir videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot nafaqat pensionerlarga, balki ularning farzandlari, nabiralari va qarindoshlariga ham kerak bo'ladi. Avvalo indeksatsiya nima ekanini aniq qilib olaylik. Indeksatsiya bu pensiya yoki nafaqa miqdorini narxlar o'sishi, yashash xarajatlari ko'payishi va davlat tomonidan belgilangan yangi tartiblar asosida qayta hisoblash degani. Oddiy qilib aytsam, oldin sizga bir miqdorda pensiya to'langan bo'lsa, 1 avgustdan keyin shu pensiya belgilangan foiz yoki belgilangan yangi me'yor asosida oshirilishi mumkin. Lekin bu o'sh hamma uchun bir xil so'mda bo'lmaydi. Kimning eski pensiyasi yuqori bo'lsa, uning oshgan qismi ham ko'proq ko'rinadi. Kim minimal pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsa, ularning summasi alohida pastki chegaralar bo'yicha ko'rib chiqiladi. Oldin ko'pchilik pensiya hisobini faqat bitta savol bilan tushunardi. Menga oldin qancha tushardi, endi qancha tushadi. Lekin hozir vaziyat biroz murakkabroq. Chunki pensiyaning ichida asosiy pensiya qismi ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, parvarish puli, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovlar, yoshga doir minimal miqdorlar kabi alohida yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Indeksatsiya e'lon qilinganda hamma to'lov bir xil tartibda oshadi deb o'ylash xato. Ayrim to'lovlar indeksatsiyaga tushadi, ayrim qo'shimchalar esa o'z holicha qolishi mumkin. Shuning uchun men sizga faqat umumiy gap emas, aynan qanday tekshirish kerakligini ham aytaman. Endi eng muhim joyga o'tamiz. Agar indeksatsiya foiz ko'rinishida belgilangan bo'lsa, hisoblash juda sodda. Eski pensiya miqdori indeksatsiya koeffitsiyentiga ko'paytiriladi. Masalan, agar oshirish 10% bo'lsa, eski summa iri-10 ga ko'paytiriladi. Agar 13% bo'lsa, iri-13 ga ko'paytiriladi. Agar 13% bo'lsa, iri-13 ga ko'paytiriladi. Men ataylab bir nechta foizni aytyapman. Chunki har bir hududda odamlar mish-mish bilan yuradi. Biri 10% deydi, biri 15% deydi, biri hammaga bir xil pul qo'shiladi deydi. Siz esa rasmiy e'londa ko'rsatilgan foiz yoki aniq summa asosida tekshirishingiz kerak. Misol uchun, pensioner opa 1 avgustgacha 22 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Agar indeksatsiya 10% bo'lsa, yangi summa 1,220 ming so'm bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha 20 ming so'm. Agar shu opa 2800 ming so'm olgan bo'lsa, 10%lik oshishda yangi summa 1,990 ming so'm bo'ladi. Qo'shimcha 20 ming so'm. Ko'ryapsizmi? Foiz bir xil, lekin qo'shilgan pul har xil. Shuning uchun qo'shimga ko'proq qo'shildi, menga kamroq qo'shildi. Degan gap har doim ham xato hisob kitob degan emas. Bu avvalgi pensiya bazasiga bog'liq. Yana bir misol. Otaxon oldin 9 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa va indeksatsiya 12% bo'lsa, 9 ming so'm bilimiga ko'payadi. Natija 1 million mingga o'limdar ming so'm bo'ladi. Bu yerda bank kartasiga 1 million o'limdar ming so'm tushishi kerak. Lekin ayrim hollarda bir necha ming so'm farq bo'lishi mumkin. Nega? Chunki pensiya hisob kitobida yaxlitlash avvalgi qarzdorlik. Ushlab qolish, aliment, kredit, ijro hujjati yoki bankdagi avtomat yechib olishlar bo'lishi mumkin. Odam ko'pincha pensiya jamg'armasi kam berdi deb o'ylaydi. Aslida karta hisobga pul tushgandan keyin bank yoki boshqa majburiy ushlab qolish ishlagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, faqat kartadagi qoldiqni emas, tushum tarixini ham tekshiring. Birinchi navbatda pensiya miqdori minimal chegaraga yaqin bo'lgan fuqarolar albatta tekshirish kerak. Chunki indeksatsiyadan keyin minimal pensiya yoki nafaqa bo'yicha yangi past chegara belgilanadigan bo'lsa, sizning to'lovingiz shu chegaradan past qolmasligi kerak. Masalan, kishi juda kam ish staji bilan pensiyaga chiqqan yoki ayrim davr hujjatlari tasdiqlanmagan bo'lsa, uning pensiyasi kamroq bo'lishi mumkin. Indeksatsiyadan keyin ham eski ma'lumotlar asosida hisoblangan bo'lsa, u o'z hujjatlarini qayta ko'rsatish kerak bo'ladi. Ikkinchi toifa bu nogironligi bo'lgan fuqarolar. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan odamlar o'z guruhini muddati tugagan yoki uzaytirilgan tibbiy xulosani
parvarish bo'yicha qo'shimcha to'lov bor yo'qligini tekshirish kerak. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Lekin uning tibbiy xulosasi iyul oxirida tugagan bo'lishi mumkin. Agar u hujjatni vaqtida uzaytirmasa, avgustdagi to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin odam indeksatsiya bo'lmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo indeksatsiyada emas, hujjat muddati tugaganida bo'ladi. 3-toifa boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa oladigan oilalar. Bu yerda oila a'zolari soni, bolalarning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qiyotgani yoki o'qimayotgani muhim. Masalan, bola bentakash yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qisa, u ma'lum shartlar asosida to'lovni davom ettirishi mumkin. Lekin o'qishdan ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qoladi. Indeksatsiyadan keyin yangi summa chiqishi kerak bo'lgan paytda ham hujjat bo'lmasa, tizim to'lovni qayta hisoblamasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, yashash manzilingiz, bank kartangiz, pasportingiz, shaxsiy identifikatsiya raqamingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, odatda indeksatsiya avtomatik amalga oshiriladi. Ya'ni har bir pensioner alohida ariza yozib, mening ham oshsin deb murojaat qilishi shart emas. Rasmiy tizimda sizning pensiya ishingiz mavjud bo'lsa, indeksatsiya belgilangan kundan boshlab avtomatik hisoblanadi. Lekin avtomatik degani umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pensiya kelgani ko'radi, lekin eski summa bilan yangi summa o'rtasidagi farqni hisoblamaydi. 3-4 oy o'tgach menga kam tushibdi deb murojaat qiladi. Shunda aniqlash qiyinlashadi, qaysi oyda qancha tushdi. Qaysi qo'shimcha ushlab qolindi, qaysi davr uchun qayta hisob bo'ldi. Shuning uchun 1 avgustdan keyingi birinchi to'lovda albatta eski pensiyangizni, yangi tushgan summani va e'lon qilingan indeksatsiya foizini solishtiring. Birinchi vaziyat. Onaxon 1 avgustgacha 10 million 500 ming so'm pensiya olardi. Indeksatsiya 10% deb olsak, yangi pensiya 10 million 1 ming so'm bo'lishi kerak. Lekin kartasiga 10 million 6 ming so'm tushdi. Onaxon darhol xafa bo'ladi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda 3 ta narsani tekshirtiraman. Bank ilovasida kirim qancha bo'lgan, avtomatik kredit yechimi bormi, pensiya jamg'armasidan hisoblangan summa qancha. Agar pensiya jamg'armasi 1 million 650 ming so'm o'tkazgan bo'lsa, muammo pensiya hisobida emas, bank yoki majburiy ushlab qolishda. Agar pensiya jamg'armasi 1 million 600 ming so'm hisoblagan bo'lsa, unda pensiya bo'limidan batafsil hisob-kitob varaqasini so'rash kerak. Ikkinchi vaziyat. Otaxon oldin 2300 ming so'm olgan. 10% oshsa 2530 ming so'm chiqadi. Otaxon qo'shnisi bilan solishtiradi. Qo'shnisiga 30 ming so'm qo'shilibdi. Menga esa 230 ming so'm deydi. Bu yerda savol, qo'shnisi oldin qancha olgan? Agar qo'shnisi 30 ming so'm pensiya olgan bo'lsa, unga umumiy foizda 30 ming so'm qo'shilishi tabiiy. Demak, solishtirishda qo'shilgan pulni emas, foizning to'g'ri qo'llangani tekshirish kerak. Uchinchi vaziyat. Ayol kishi pensiyaga chiqqan, lekin ilgari ishlagan joydan ish staji bo'yicha arxiv hujjatlari to'liq kiritilmagan. U 20 avgustdan keyin pensiya oshganini ko'radi, lekin baribir pensiyasi kam. Bu yerda indeksatsiya asosiy muammoni hal qilmaydi. Chunki indeksatsiya mavjud pensiya miqdorini oshiradi. Lekin yo'qolgan stajni o'z-o'zidan qo'shmaydi. Agar sizning ish stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar yoki arxiv ma'lumotlaringiz to'liq bo'lmasa, avval shu masalani tartibga solish kerak. 4-vaziyat. Nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaro avgustda pulim oshmadi deydi. Tekshiruvda uning tibbiy ko'rik muddati tugagani ma'lum bo'ladi. Bunday holatda tizim indeksatsiya qilmayapti deb aytish noto'g'ri. Avval nogironlik holatini tasdiqlovchi hujjat yangilanishi, keyin to'lov qayta tiklanishi va kerak bo'lsa qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjat muddati yaqinlashagan bo'lsa, oxirgi kunga qoldirmang. Endi eng ko'p chalkashadigan joylarni tushuntiraman. Birinchisi, indeksatsiya hamma to'lovlarga bir xil tegadi degan fikr noto'g'ri. Masalan, asosiy pensiya oshishi mumkin. Lekin ayrim kompensatsiya yoki alohida ustama boshqa tartibda hisoblanishi mumkin. Shuning uchun siz faqat umumiy summaga qarab emas, pensiya tarkibiga qarab ham tekshirishingiz kerak. Agar pensiyangizda urush qatnashchisi, mehnat faxriysi, nogironlik parvarish yoki boshqa alohida ustama bo'lsa, ular bo'yicha tartibni alohida so'rang. Ikkinchisi, avgustdagi to'lov sanasi. 1 avgustdan oshdi degani
1 avgust kuni tongda hammaning kartasiga yangi pul tushadi degani emas. To'lov grafik bo'yicha amalga oshiriladi. Kimdir o'yning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir pochta orqali oladi. Agar siz odatda 8 sanada olsangiz, 1 avgust kuni karta bo'sh bo'lsa, bu hali muammo degani emas. Lekin odatiy to'lov sanangiz o'tib ketgan bo'lsa va pul tushmasa, shunda murojaat qilish kerak. Uchinchisi, qayta hisob-kitob. Ba'zan indeksatsiya e'lon qilinadi, lekin texnik qayta hisob bir necha kun davom etadi. Natijada ayrim pensionerlar avval eski summa, keyin farqini alohida olishlari mumkin. Masalan, sizga avgust uchun eski summa tushdi. Keyingi to'lovda yoki alohida o'tkazmada indeksatsiya farqi qo'shib berilishi mumkin. Bu holat rasmiy izoh bilan bo'lsa, xavotirga o'rin yo'q. Lekin farq umuman berilmasa, albatta yozma murojaat qiling. To'rtinchisi, qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar sizda ijro hujjati, kredit, aliment, kommunal qarzdorlik bo'yicha avtomatik yechim yoki bank oldidagi majburiyat bo'lsa, indeksatsiyadan keyin qo'shilgan pulning bir qismi ham ushlab qolinishi mumkin. Odamlar ko'pincha pensiyam oshmadi deydi. Aslida oshgan, lekin karta hisobida avtomatik yechilgan bo'ladi. Buni aniqlash uchun bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling. Pensiya jamg'armasi qancha o'tkazgan, bank qancha ushlab qolgan, shuni ajrating. 5-si, boshqa viloyatga ko'chish. Agar pensioner yashash joyini o'zgartirgan bo'lsa, pensiya ishini yangi hududga o'tkazish jarayonida to'lov kechikishi mumkin. Indeksatsiya davrida bunday holat yanada seziladi, chunki eski bo'lim ham, yangi bo'lim ham ma'lumotlarni moslashtirishi kerak bo'ladi. Agar manzilingiz o'zgargan bo'lsa, mahalla pensiya bo'limi va bankdagi ma'lumotlaringiz bir xil ekanini tekshirib qo'ying. Endi amaliy qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, 1 avgustgacha olgan oxirgi pensiya summangizni yozib qo'ying. Masalan, iyul oyida qancha tushganini bank ilovasidan yoki chetdan ko'ring. Ikkinchi qadam, 1 avgustdan keyin tushgan summani alohida yozing. Uchinchi qadam, rasmiy e'londa ko'rsatilgan indeksatsiya foizini yoki yangi minimal miqdorini tekshiring. To'rtinchi qadam, eski summani tegishli koeffitsiyentga ko'paytiring va yangi summa bilan solishtiring. Agar farq kichik bo'lsa, masalan, bir necha ming so'm, avval yaxlitlash va ushlab qolishlarni tekshiring. Agar farq katta bo'lsa, masalan, eximin, miding yoki undan ko'p bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Og'zaki so'rash mumkin. Lekin men har doim yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. Chunki yozma murojaatda sana bo'ladi, javob muddati bo'ladi, mas'ul xodim bo'ladi. Og'zaki gap esa ko'pincha esdan chiqadi yoki isbotlash qiyin bo'ladi. Murojaatda quyidagilarni yozing. Familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqam, pensiya turi, oldingi oylarda olingan summa. 1 avgustdan keyin tushgan summa va nimani tekshirib berishlarini so'rayotganingiz. Masalan, men 1 avgustdan keyingi indeksatsiya bo'yicha pensiyam qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini, yangi miqdor qanday shakllanganini va ushlab qolishlar bor yo'qligini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Hujjatlardan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa o'sha, bank kartasi rekvizitlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha bank ko'chirmasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi va o'qish ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni bir kunda olib borish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin oldindan tayyorlab qo'ysangiz, yurish-turish kamayadi. Eng avvalo yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Agar kartaga pul tushishi bilan bog'liq savol bo'lsa, bankka ham borasiz. Agar sizga pensiya jamg'armasi bir summa o'tkazgan, bankda boshqa holat ko'rinayotgan bo'lsa, bankdan hisobvaraq ko'chirmasi oling. Agar bank ko'chirmasida pul to'g'ri tushgani, lekin ushlab qolingani ko'rinsa, qaysi tashkilot ushlab qolganini aniqlang. Agar pensiya bo'limining o'zida hisob noto'g'ri bo'lsa, yozma ravishda qayta hisob-kitob talab qiling. Agar siz elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, MyUbuz yoki tegishli rasmiy platformalar orqali ham murojaat qilish mumkin. Lekin ko'p pensionerlar internetdan qiynaladi. Shuning uchun farzandlar, nabiralar, yaqin qarindoshlar yordam berishi kerak. Bu yerda men yoshlarga alohida aytaman. Ota-onangizning kartasiga pul tushdimi? Qancha tushdi? Oldin qancha edi? Farq to'g'rimi? Buni tekshirib bering. Pensioner odam ko'pincha navbatda turishga, idora yurishga qiynaladi. Siz yarim soatda tekshiradigan narsani ular 2 kunda hal qila olmasligi mumkin. Yana bir muhim tavsiya: hech kimga kartangiz PIN kodini bermang.
pensiya oshdi, men tekshirib beraman, kodni ayting, SMS'ni ayting degan odamlarga ishonmang. Rasmiy xodim ham sizdan karta PIN kodini so'ramaydi. Agar kimdir telefon qilib indeksatsiya pulini olish uchun kod kerak desa, bu xavfli holat. Pensiya masalasida hujjat so'ralishi mumkin, lekin bank kartangizning maxfiy kodi so'ralmasligi kerak. Birinchi xato faqat qo'shniga qarab xulosa qilish. Qo'shningizning staji boshqa, ish haqi boshqa, pensiya turi boshqa, ustamasi boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun mening pensiyam nima uchun uniki bilan teng emas degan savolga javob har doim hujjatlardan chiqadi. Ikkinchi xato eski summani noto'g'ri eslab qolish. Ba'zi odam iyulda aslida 1000 so'm olgan, lekin 500 ming deb eslab yuradi. Keyin avgustda 1512 ming tushsa, kam qo'shildi deydi. Bank ko'chirmasi yoki chek aniq dalil beradi. Xotiraga suyanmang, raqamni hujjatdan ko'ring. Uchinchi xato birinchi kunning o'zida vahima qilish. To'lov grafik bilan keladi, lekin grafikdan o'tib ketgan bo'lsa, jim o'tirmang. Vaqtida so'rasangiz, muammo tezroq hal bo'ladi. To'rtinchi xato og'zaki javob bilan cheklanib qolish. Sizga hammasi to'g'ri deyishdi, lekin siz raqamni tushunmadingiz. Bunday holatda hisob kitobni yozma shaklida so'rang. Qaysi summa asosiy pensiya, qaysi summa ustama, qaysi summa indeksatsiya, qaysi summa ushlab qolish, hammasi ajratib ko'rsatilsa masala oydinlashadi. Demak, avgustdan keyingi indeksatsiya pensionerlar uchun juda muhim jarayon. Lekin yangi summa hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Asosiy qoida shuki, eski pensiyangizni oling. Rasmiy indeksatsiya foizi yoki yangi me'yor bilan solishtiring. Kartaga tushgan pulni bank ko'chirmasi orqali tekshiring. Farq bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozib murojaat qiling. Nogironlik, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, minimal pensiya, qo'shimcha ustama, bank ushlab qolishi va hujjat muddati kabi nozik joylarni albatta tekshiring. Men sizga shuni maslahat beraman. Bugunoq iyul oyidagi pensiya summangizni yozib qo'ying, avgustdagi tushumni kuting va solishtiring. Agar ota-onangiz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering, kommentariyada yozing. Siz hozir qancha pensiya olyapsiz va indeksatsiyadan keyin qancha bo'lishini kutyapsiz? Shu mavzu ko'pchilikka yetib borishi uchun like bosing, kanalga obuna bo'ling va videoni pensioner tanishlaringizga yuboring.